Vekni aslida ikkinchi mavsumdayoq ko'rsatib ketilganini bilarmidingiz? Yoki bo'banchi oldin olish kerak bo'lganini-chi? Agar siz G'alati narsalar serialdagi hamma detallarni ko'rdim deb o'ylasangiz, bugungi video fikringizni o'zgartiradi. Ushbu serialni tomosha qilayotganingizda albatta siz e'tibor bermagan yashirin tafsilotlar mavjud. Bugungi videoda G'alati narsalar serialdagi siz payqamagan yashirin elementlarni ko'rib chiqamiz. Bu serialning asl nomi Montauk va voqealar 1980-yilda Long Islandda bo'lib o'tishi kerak bo'lgan. Lekin ijodkorlar qishda u yerda juda sovuq bo'lishi va suratga olish deyarli imkonsizligini tushungach, joylashuvni o'zgartirishgan. Shuningdek, serial Montauk loyihasidan ilhomlanib yaratilgan. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Montauk loyihasi o'zi nima? Bu loyiha doirasida 1980-yillarning boshlaridan 1983-yilgacha hukumat tomonidan o'tkazilgan deb taxmin qilinadigan tajribalar bo'lib o'tgan. Bu juda ham achinarli, lekin unda Long Islanddan bolalarni o'g'irlab, ular ustida tajribalar o'tkazilgan. G'alati narsalar serialining asosiy syujeti deyarli Montauk loyihasi bilan bir xil. Birinchi qismdan boshlab serial Dungeons and Dragons o'yinidan ilhomlanganini ko'ramiz. Bu fantaziya asosidagi o'yin bo'lib, bu o'yinda kompyuter kerak bo'lmaydi. O'yin tasavvur, gapirish va tosh tashlash orqali o'ynaladi. O'yinda bitta odam Dungeon Master bo'ladi. Dungeon Master hikoyani aytib beradi, dunyoni tasvirlaydi va dushmanlarni boshqaradi. Qolganlar esa o'yinchilar bo'ladi. Har bir o'yinchi bitta qahramonni tasvirlaydi. Masalan, sehrgar, jangchi, davolovchi yoki o'g'ri. Har bir qahramonning o'zining vazifasi bor. Kimdir jang qiladi, kimdir sehr ishlatadi va yana kimdir do'stlarini davolaydi. O'yin davomida Dungeon Master vazifalarini aytadi. O'yinchilar esa nima qilishni aytadi. Masalan, yurish, hujum qilish yoki yashirinish. Keyin tosh tashlanadi. Katta raqam chiqsa, ish muvaffaqiyatli bo'ladi. Kichkina raqam chiqsa, ish amalga oshmaydi. Bu o'yinda yutish yoki yutqizish yo'q. Asosiysi hikoya, jamoa bo'lib harakat qilish va qiziqarli vaqt o'tkazish. Dungeons and Dragons o'yini odamlarni o'ylashga, gapirishga va tasavvur qilishga o'rgatadi. Shu sababli bu o'yin o'tgan asrda juda mashhurlikka erishgan. Serialga qaytadigan bo'lsak, yuqorida aytganimdek, G'alati narsalar seriali shu o'yindan ilhomlanilgan. Masalan, Will Wizard, Upside Down'da adashib qolgan sehrgar, Lucas Ranger, topqir va chaqqon Ranger, Dustin esa The Bard, bilimidan foydalanib vaziyatni qutqaradigan Bard, Eleven Sorcerer, aqlni lol qoldiradigan qobiliyatlari bilan kuchli sehrgar. Bilarmidingiz, Bob ikkinchi mavsumning boshlarida o'lishi rejalashtirilgan. Hamma uchun samimiy va ajoyib qahramon Bob aslida ikkinchi faslning 4-qismida vafot etishi kerak edi. Ammo Shon Astinning ijrosi shunchalik yaxshi bo'lganki, Duffer aka-ukalari uni 8-qismgacha tirik qoldirishdi. Alternativ ssenariyda Will Bobni o'ldirish kerak edi. Mind Flayer o'zbekchada aqlni buzuvchi maxluq Will orqali Bobni yo'q qilishni rejalashtirgan. Bu esa o'limni yanada fojialiroq qilgan bo'lardi. Serial ijodkorlari juda ham mayda detallarga e'tibor berishgan desam ishonasizlarmi? Hozirroq kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Men hozir sizlar payqamagan juda ham mayda detallarni ko'rib chiqaman. Esingizda bo'lsa kerak, Eleven va Mike bir-birlari bilan birinchi marta yaqin munosabat qilayotgan paytda Hopper ularni bezovta qilib, Elevendan eshikni 3 dyum ochiq qoldirishni so'raydi. Bu taxminan 10 sm ga teng. Va 4-sezonda Eleven o'zining xonasida yolg'iz o'tirgan paytda eshikni 10 sm ochib qo'yganini ko'rishimiz mumkin. Xuddi Hopper aytgandek. Yana bir qiziq fakt. Ajoyib horror filmlardan biri It, ya'ni u filmi bilan bog'liq. Xullas, serialda Bob Willga o'zining yoshligi haqida aytib berganini eslaysizlarmi? U Willga yoshligida Evil Clown, ya'ni qo'rqinchli yoki yomon masxaraboz, uni bezovta qilganini aytib bergan edi. Hisob-kitoblarga qaraydigan bo'lsak, uni yoshligi taxminan 1955-59-yillarda Maine shtatida bo'lib o'tgan va Amerikaning xuddi shu shtatida It, ya'ni u filmining voqealari aynan shu yilda sodir bo'lgan edi. Siz 3-mavsum oxirida nima bo'lganini esla olasizmi? Yana bir qiziqarli narsa bu soch uchun rezinkalar.
3-mavsum oxirida Eleven o'zini yangi oilasi bilan Hawkinsni tark etayotgan paytda sochidagi yashil rezinkani ko'rishimiz mumkin. Serial boshiga qaytadigan bo'lsak, bu rezinka Maxga tegishli ekanligini payqaymiz va bu El uchun xayrlashuv sovg'asi bo'lgan. Va bizga faqatgina bir marta Hopperning qizini ko'rsatishdi. Va yana ko'rishimiz mumkinki, qizaloqning sochida ko'k rangdagi rezinka bor. Va bu rezinkani biz serial davomida hamma joyda ko'rishimiz mumkin. Masalan, qizi o'lgandan keyin Hopper buni qo'liga taqib yurgan va bu rezinkani u Elevenga sovg'a qilgan. Chunki El unga o'z qizini eslatardi. Serialning boshiga qaytadigan bo'lsak, Will yo'qolganda Jonathan hamma yerga uni posterlarini yopishtirib chiqqan va siz bu yerda nima g'ayriodiyligini tushunmayotgandirsiz. 4-sezonda Eddie'ning vafotidan keyin uni otasi ham posterlarni yopishtirishni boshlaydi. Agar biz bu kadrlarni birlashtirib ko'rsak, ikkala erkak ham bir xil kiyinganini ko'rishimiz mumkin. 1-mavsumning 1-qismida Will yashirinmoqchi bo'lgan omborning kiraverishida otning taqasini teskari osilib turganini ko'rishimiz mumkin. Va bilamizki, bu omadsizlik va yomonlikning belgisi. Balki shuning uchun ham hamma baxtsizliklar Willning boshiga tushgandir. Hammamiz Mike'ning aqlliligini bilamiz. Lekin siz buni bilarmidingiz? Mike dunyo bo'yicha odamlarning 5%iga kiradi. Tushunarliroq qilib aytadigan bo'lsam, 1-sezonda biz Mike'ning kubik Rubik yig'ganini ko'rishimiz mumkin. Va biz bilamizki, bu vaqtda kubik Rubik chiqqaniga hali 10 yil ham bo'lmagandi. Va 95% odamlar haligacha buni qanday qilishni bilmaydi. Ammo Mike buni uddasidan chiqqan. 1-mavsumning 3-epizodida Nancy Ellie'dan Barbara nimaga kelmaganini va qachon kelishini so'raydi. Va orqa fonda biz The Raven Nevermore deb yozilgan posterni ko'rishimiz mumkin. O'zbekchada hech qachon deb tarjima qilinadigan bu poster Barbarani Demogorgon tomonidan o'ldirilganini va hech qachon qaytib kelmasligini bildiradi. Keyingi detal esa bu Dustinning kepkasi. Hammangiz Dustinning sevgilisi Suzy haqida bilsangiz kerak. G'alati narsalar serialining 3-mavsum 8-qismida bizga Suzyning xonasini ko'rsatishadi va u yerda biz Dustinning 1 va 2-mavsumdagi kepkasini ko'rishimiz mumkin. Ha, Dustin haq bo'lgan. Uning sevgilisi shunchaki daho. Va shuni aytishim kerakki, serial ijodkorlari mayda detallarga juda katta e'tibor berishgan. Va g'alati narsalar serialdagi eng ko'p hype qilingan jang, Steve va Billyning jangidagi qiziq holatni bilarmidingiz? 2-mavsumning 8-qismida Steve va Billyning jangida Steve ustunlik qilayotganda, lekin Billy tarelka bilan Steve'ni yuziga urish orqali deyarli uni taslim qilganini ko'rishimiz mumkin. 3-mavsumning 6-qismiga nazar tashlasak, Eleven Billyning ongiga kirganda uning xotiralarini ko'ramiz va bu yerda Billyning onasi eridan himoyalanish uchun tarelka bilan uni yuziga urganini ko'rsatishadi. Balki ijodkorlar bu sahna orqali Billy onasini qanday yaxshi ko'rganini va u uchun qayg'urganini ko'rsatmoqchi bo'lishgandir. Intervyularning birida aka-uka Dufferlar Tom Cruisening ijrosini sevib tomosha qilishligini aytadi. Va balki shuning uchun 2-mavsumda Steve va Nancy Risky Business, o'zbekchada xavfli biznes deb nomlanuvchi filmdagi asosiy rolni o'ynagan Tom Cruise va Rebecca stilida kiyinishgandir. G'alati narsalarning 3-qismida biz birinchi marta Hopperni Magnum PI tomosha qilayotganini ko'ramiz va bu keyinchalik uning mo'ylov o'stirishiga va Tom Selleck stilidagi ko'ylakni sotib olishiga sabab bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Va u bu ko'ylakni Joyce bilan uchrashuvga kiyib boradi. Keyingi yashirin detalni payqash deyarli imkonsiz. 3-mavsum 4-qismida bizga 403-xonani ko'rsatishadi va bu esa HTTP status kodi bilan 403, ya'ni Forbidden, taqiqlanadi degan ma'noni bildiradi. Mind Flayer albatta g'alati narsalardagi eng kuchli yovuz qahramonlardan biri. Bilarmidingiz, u 3-mavsum 6-qismida oldindan ishora qilingan. Eleven plyajda bo'lgan paytda qaytayotgan suvning tasviri aslida Upside Down'dagi Mind Flayer'ning aksi bo'lgan. 4-mavsum 5-qismida bizga aynan shu raqam ko'rsatiladi va agar siz uni terishga harakat qilsangiz, shunchaki ularning bosh urg'ashlari, klaviatura terish kabi tovushlarni eshitishingiz mumkin bo'ladi. Afsuski, O'zbekistondan turib bu raqamga qo'ng'iroq qila olmaysiz. Serial ijodkorlarining esa hayotga ta'siri juda ajoyib. G'alati narsalar 4-mavsum finalida Max kasalxonada Lucas bilan bo'lgan sahnada Lucas Maxga Stephen King va Peter Straubning The Talisman kitobini ovoz chiqarib o'qiydi. Agar sahnani to'g'ri to'xtata olsangiz, kitobning muqovasini qisman ko'rishingiz mumkin.
Biz bilamizki, serial Stephen Kingning asarlaridan katta ilhom olgan. Lekin diqqat bilan mualliflar nomiga qarasangiz, darhol g'alati narsalar logotipiga hayratlanarli darajada o'xshashlikni ko'rasiz. Xuddi shu rang, bir so'z ustiga boshqa so'z yozilgan, eng uzun so'zlarning oxirgi harflari ham shunday joylashgan, ya'ni boshqa so'zlardan kattaroq. Shu bilan g'alati narsalarni tomosha qilayotganingizda siz e'tibor bermagan ajoyib qiziqarli tafsilotlar shulardan iborat edi. Keyingi videolarda ko'rishguncha